Xo'sh, endi mushu ahvolni doktor mushu o'zimizning yuqorida siz Qur'oni Karimdagi Bani Isroilning qissasini misol keltirib o'tdingiz. O'zimizning tarixidan masalan bir misol keltirish mumkinmi bu bunday masalaga? Biz bayan deganimizga o'xshash endi asosan shu Jo'ng'arlar Tang'artaqaning janubiga endi 6 shahar rayoniga nesib kelgandan keyin shu 1750-yillarda. O vaqtda asli yerim mustaqil, yerim mustamlik bo'lgan bo'lsaqmi, ammo Jo'ng'arlarni Manjularning mag'lub qilishi bilan Manjularning hokimiyati, Manjularning istilosiga uchragandan keyingi bir qadar to'liqroq mustamlika vaqtimiz deyishga bo'lishi mumkin. Yana bizning bu mustamlika vaqtimizning muddati intayin uzun. 2 asrdan oshdi. Bu deganda 3 asrga yaqinlashdi yoki undan hisoblab baqsaq chiqadi. Yana bu uzoq muddatlik bir mustamlikada Uyg'urlar iqtisodiy jihatda ma'lum darajada, balki zo'r darajada bo'lishi mumkin. Xitoylar bilan birga savdo qildi, iqtisodiy savdoda Xitoylarga ig'ir darajada tayandi. Ig'ir darajada. Chunki Uyg'urlarning hammasi dehqon emas. Bizning Yakan, Qashqar taraflar, Otish taraflar burundan boshlab tijorat bilan mashhur. Bular Yoqub Begning oldi keyin mesela shu 19-asrning ichida bizning o bo'stonliq shaharlarda notijiq savdo bo'lganligi ma'lum. Xo'sh. Ya'ni iqtisodiy jihatda Xitoylar bilan tijorat qilish, ya'ni ulardan elish va ularga setish. Uyg'urlarning iqtisodiy hayotida Xitoylarning mavjudligidan iborat bu omil bizning tarixdagi iqtisodiy hayotimizda muhim bir alohidlikni tashkil qildi. Bu yerda intayin meni hayron qoldirgan bir voqea bor. 1873-yili Angliyaning 350 kishilik elchilar o'miki Yoqub Beg bilan munosabat o'rnatish uchun Qashqarga keladi. Ular Sharq Turkiston 6 oy atrofida qoladi. Shu vaqtda 6 oy atrofida qolgan vaqtda shu yerdagi xarita chizishga mas'ul bireylar bor, ismi Beller. Shu yeni bireylar Otishga kirdi. Yoqub Begning ruxsati bilan Otishni bir ziyorat qilayli deb keldi. Otishni ziyorat qilayli deb kelgandan keyin bu Otishning hokimligi o'zining Musojan deb bir o'g'li bor, 25 yoshlik bir bola. Bu Musojanni yo'lboshchilik qilib qo'ydi. Bu Musojan uni yig'imiga olib bordi-da. Ular. Bundan gapdan gap chiqib Musojan shunday dedi ularga. Men bu Xitoylarga intayin o'ch. Men o'z ko'zim bilan Xitoylarning bundan bobomning tirik turg'izib, yurkini sug'urib, tashlab berganini ko'rgan. Ondan keyin mening tog'am, ya'ni dadasining aksiya inisi, tog'am deydi. Mening ko'z oldimda Xitoyni chepib etgan. Bu ehtimol 1847-yili Valixon To'ri to'pilimida shuning qatnashgan bo'lsa, keyin Valixon To'ri qochib ketgan, u to'pilam mag'lub bo'lgandan keyin nima qilgan bo'lishi mumkin. Deymiz. Ular o'ch elish uchun asli shu Valixon To'rining bayrog'i ostiga jug'lashganligini Manju hokimiyati o'ch elib nurg'unlarni qirg'in qilgan. Balki bu bola ko'rgan narsa shu. Shuning bilan ammo bu bolaning keyindagi ammasi. Ya'ni o'zining buvisining yurkining sug'urib elinganini tirik tug'izib ko'rgan bir bolaning gapi. Ammo shu Yoqub Beg hokimiyati qurilgandan keyin, ya'ni Xitoyga ketgandan keyin tijoratimiz bo'shab ketdi. Savdolar burunqidek yaxshi emas deb o'qtatib soldi. Bu inglizlar mushu dialogni xotirladi. Demak, o'g'lim tushundingizmi? Ya'ni sening dushmaningning dushmanlik qilganini ko'rdim. Hozir biz shuni tushunmayapmiz ya. Xitoylar bizni shuncha askarlik qilib tursa, biz yana bunday qilyapmiz deymiz. Bola ani ko'rdi. Va u deydi, hozir bozor yaxshi emas. O'xshash gapni bu inglizlarning xotiralari bor. Atush
Yaken Qashqardagi bozorda ko'rishida nurg'un tijoratchilar bozor burunqidek yaxshi emas, mal kam bo'lib ketdi deb Yoqubbek hokimiyati olib kelgan vaqtliq iqtisodiy bo'hrondan qaqshaydi. Ya'ni Xitoy davrini seg'inadi. Uchuq desak. Mustamlika davrini tijoratimiz yaxshi bo'lmay qoldi. Men shuni o'qib, o'xshash ekanmiz dedim. Hozirmi shundoq? Hozir nima farqi bor? Hozir nima farqi bor? Ya'ni onun yoqi bo'lgan tarixiy bosqich ichida Uyg'urlar tijorat qilsa, bo'lib hatto shu 49-yildan keyingini deyli. Ya'ni Kompartiyaning istilosidan keyingi vaqtni desakmi, Uyg'urlar ichida pul topganlar ikki xil shaklda pul topdi menimcha. Ya ularga setib pul topdi, ya ulardan ekilib Uyg'urlarga setib pul topdi. Ya'ni bu tijoratning ikkili beshida Xitoy bor. Şunu bilan mening balki bu xulosam kamchuk bo'lishi mumkin. İqtisodiy jihatda Uyg'urlarda ig'ir darajada Xitoylarga bir beqindilik bor. Ya'ni tijorat jihati beqinimiz. Va Uyg'ur jamiyatini masalan bir qatlab qo'yib baqili. Dehqonlar yer terish, urug'ni Xitoydan elish, mahsulotni ochlik idorasiga setish. Qanday Xitoyning qo'lida? Ya'ni Xitoyga beqin. Tijoratchilar bayon degandek Xitoydan akiladi yoki Xitoyga sotadi. Endi boshqa kimlar? Kadrlar. Ular maoshini kimdan oldi? Xitoydan oldi. Ya'ni bizning pukunimiz butunlay Xitoyga bog'langan. Xitoyning qo'lida. Hozir men shuna qo'ydim. Bu iqtisodiy beqindilik Xitoyga butunlay galdan bog'lanib ketishimiz bizning. Bizning ma'naviy beqindiligimizning bir yildizi ekan. Bu nuqul bizniki e'tiqodning tutishib ketganligi bo'lmasdan, balki bu tigi taktidan bir yerlarda iqtisodiy beqindilik keltirib chiqargan bir ma'naviy beqindilik ekan. Mesela hele ham bular Turkiyaga chiqqandik, chet elga chiqqandan keyin Uyg'urlar tijorat qilib baqdi. Uni qildi, buni qildi, Uyg'urlar ziyon tortdi. Ammo ularning ichida bir turkum Xitoydan yana olganlar, Xitoyga sotganlar, Xitoy bilan tijoratini uzmaganlar yana pul topdi. Bu endi boshqa Uyg'urlarga qanday ushurdi? Yani ayırlanmaydı kendine. Yani ularga setishimiz lazım, ulardan erishimiz lazım. Men vaqt ular bilan bo'lgan vaqtda pul topa oldik, ulardan ayrilib pul topolmayapmiz. Shu men bizning ba'zi yaqin do'stlarimizga dedim. Mush tijorat qilayotganlarga Xitoyga beqinmay pul topadigan bir yo'l tepish chet ellik Uyg'urlarga nisbatan eng katta jihatga. Bu boshqa Uyg'urlarga bir umid berishlaydi ekansizlar. Biz Xitoyga beqinmasaqmi yashay oladi ekanmiz bu. Xitoyga beqinmasaqmi biz pul topa oladi ekanmiz bu. Degan ma'lum bir cho'ng inqilobga, bu bir cho'ng yo'l ochishga. Bo'lmasa hozir nurg'unlar bunga qarab, buni qilib pul tepib, pul topolmay, yana asosda Xitoyga yuzlanish bor. Siz tasavvur qiling. Biz masalani yo'g'intib bunda o'ylab boqaylik. O'tganda bir sonliq ma'lumot qarasak, Germaniya bilan Xitoyning iqtisodiy munosabatida Germaniyaning tashqi savdosining 57%ga yaqinini Xitoy bilan bo'lgan savdosi tashkil qildi ekan. Endi Germaniya haqoncha inson haqlarini qo'llaydigan intay demokratik ajoyib avangard davlat bo'lib ketgan taqdirdami? Masalan, Uyg'urlarga yordam berish yoki Turkiston masalasi haqida deylik. O 57% savdosi beqingan Xitoy bilan bo'lgan savdoni buzish bedeliga biz uchun gap qilarmi? Natay. Çünkü o Germaniyaning mavjudligiga taqishib. Germaniyaning taraqqiyotiga, iqtisodiy kelgusiga taqishilgan sho'x. Shuni Germaniyami tavakkul qilolmaydi. Xuddi shunga o'xshash, siz o'zingizning butun borligi Xitoy bilan bog'lanib qoldi. Undan o'g'aniki siz Xitoy bilan bo'lgan munosabatda Xitoyni dushman hisoblashda ularni qanchalik uzil-kesil dushman hisoblay olasiz? U chuqur qutulishga tegishli, yo'qotishga tegishli bir dushmanmi sizning nazaringizda? Yoki aplab-saplab chiqishib ketsakmi, bir amal qilib yashab ketgan bo'ladigan bir dushman. Bunga javob berish da bizning iqtisodiy beqindiligimiz bilan o'ntanasib yoki ta'tirdanasib. Biz hech munosabat. Shu sababdan hozir Ürümchidan chiqib turdik, endi vatanning mahsulotlari deb o'tganda birisi vatanning mahsuloti deb bir narsani ko'tarib keldi. Qarasam qepida bir Uyg'ur chiqadi yo'qda. Butunlay Xitoyning narsi. Endi ko'ngil yasab turib bechora
vatanning mahsulotini oldi deydi. Hiç olmasa Uyg'ur ishlab chiqargan vatandagi ba'zi elektronlik mahsulotlarga bir Uyg'urcha marka, Uyg'urcha yoziq, bir Shu. Uyg'ur shirkatning adresi yozilmoqchi. Mesela uni olsam az to'g'ri tushungan bo'ldi. Hiç olmasa vatandagi Uyg'urlarga havni deyishgan bo'lamiz. Ammo u narsa butun Xitoyni, ichkiridagi bir o'lkaning bir narsasi vatandan chiqqan narsa. Bu o'zini aldashdan boshqa narsa emas bu. Shu. O'zini aldashdan boshqa narsa emas. Men bu gapimning oxirisini bir narsa bilan tushundiray. Bayan men tilga olgan Sura Tahodagi oyatning keyinida biz sizlarga tarjima bilan budunni tushirib berdik degandan keyin Alloh aytdi tahdid soladi bu yerda. Ya'ni bunda deydi. Biz rizq bergan bu narsani yangla. Bu haqda chekdan oshmanglar. Ya'ni vala tatghaw fihi fayahilla alaykum g'adabi. Bu haqda chekdan oshmanglar. Agar chekdan oshsanglar, sizlarga g'azabim nozil bo'ldi. Sizlarga g'azabim nozil bo'lsa, yo'qolib ketsizlar. Ya'ni va man yahlil alayhi g'adabi faqad hava. Ya'ni mayadagi bu oyatning arab ko'rishi nima? Sizlarni erkinlikka erishtirdim. Sizlar turgan yerni berdim. Yeydigan tamoqlarni berdim. İçidigan suyuңlar uchun 12 dana taşdan 12 buloqni chiqarib berdim. Hatto aptab qolmasligingiz uchun, daldarak yo'q ekan, aptabni bek isib ketdik demasligingiz uchun bulutni soya qilib berdim. Endi mana mushunda turib, agar mendiki vala tatghaw fihi buning da nimada ne'matlarni talab qilishda, iste'mol qilishda haddinglardan oshsanglar, ya'ni men berganga qanoat qilmay, Xo'sh. buningda yana haddidan oshsanglar, sizlarga mening g'azabim tushdi. Yana men sizlarga g'azab qilaman. Endi menda bunda bir mantiqlik o'ylash xato emas. O'ylab boqinglar. Bu Bani İsrail qavmiga Alloh u qadar nafratlansa yoki u qadar g'azablansa, Firavunning tapini ostida qul bo'lib jafo tortayotgan vaqtda Atay Musa alayhisolamni avatib, ularni qutqizmasdi. Atay ularni odamdek yashashni qutqizdi. Payg'ambar avatib haqni bildirdi. Islomga chaqirdi, tavhidni o'rgatdi. Alloh meni nima g'azablanadi? Qutqizib erkinlikka erishtirgandan keyin, uning moddiy ehtiyojlarini qondirib qo'ygandan keyin, yana xuddi u ne'mat kamigandek bo'ladi. O ne'matlik ulgu erişip bakmagandek, bağının da edinden sana emdimine gazipim kildi. Tügeysler. Bana ayeti az açıklamadı. Ama üstündeki ayette mi şu? Mesela bu nimetlerle nankorluk kılışıyla özgür zulüm kıldı. Allah'ın gazipi gidişlik oldu. Xo'sh. Allah'ın gazipi gidişlik oluşunun en mühim sebebinden birisi kutquzulgan, erkinlikka eriştirilgen aşı nimetlerge hep dağda onu düşünemezdi ve kabul kılamazdı. Yani bu arkalık demek çoğunum şu. Muhaciret kerindaşlığa. Allah meyli kanda məqsədini bizden kütsün. Allah bizni aşı kulluktan. Bizim kerindaşlarımız aldığınki yıllarda hem çekip atkan azaplı bir hayattan kutuldurup bizni erkinlikle eriştirdi. Eğer biz müşiyedeki erkinlikten kadri yetmesek, biz mişi erkinlikte turup özümüzün kullukunu sığınsak, kulluk hayatımızını hazır erkin hayatın üstün bilsek, mayadaki erkinrek ama sen gurgil hayattan ayadaki kulluğulduğun, hıtagı yalvurduğun ama az da maddi cihetте bayaşat hayatta üstün bilsek o vakitte Allah'ın gazabı bizge oldu. Muşu ayette ben bizge tatbikatlı oldu. Akıbetimiz korkunçluk oluştu. Shu. Haqiqatan.